Sir emas, bugungi globallashuv jarayonlarida har bir xalq, har bir mamlakat o'zigagina xos an'analarni, qadriyatlarni asrab qolishga intiladi. Negaki taraqqiyotga, barqarorlikka erishishda ma'naviy tafakkur, o'zlikni anglash birlamchi sanaladi. Bugun axloq odob dasturlari bo'yicha o'z milliyligini saqlab qolayotgan mamlakatlar qatorida Yaponiya ham bor. Yaponlar ham o'zbek xalqi kabi milliy qadriyatlarni ulug'laydi. Doimo ma'rifat va kamolotga intiladi. Inson kapitali, intellektual salohiyat, innovatsion g'oyalar ustuvorlik qilayotgan ayni davrda ilg'or xalqaro amaliyotni o'rganish har jihatdan manfaatli. Dunyoning 7 ta eng kuchli davlatlardan biri bo'lgan aholisining o'rtacha IQ darajasi birinchi o'rinda turgan va Yapon mo'jizasini yaratgan xalqning tarbiyasi, ma'naviyatini o'rganish edi. Yapon ma'naviyati nimada namoyon bo'ladi? Qaysi fazilatlar Yaponiyani bunchalik afsonaviy darajaga ko'tarib qo'ydi? Ma'lum bo'ldiki, Yapon xalqining milliy fazilatlari, milliy qadriyatlari yangi vazifaga yo'naltirilgan. Sanoat rivojlanishini yuksaltirishga milliy ma'naviyat safarbar qilingan. Boshqacha qilib aytsak, muhtaram prezidentimizning iboralari bilan aytsak, Yaponiyada kuchli iqtisodiyot bilan kuchli ma'naviyat birlashtirilgan. Ana shu Yapon mo'jizasini paydo qilgan. Yapon mo'jizasini yaratgan odamlarning fazilatlari ularning milliy xarakteridan, milliy tarbiyasidan kelib chiqqan edi. Bular sadoqat, mehnatsevarlik, tirishqoqlik, quntlilik, tejamkorlik, 7 o'lchab bir kesish va boshqa fazilatlar majmui edi. Shu jihatdan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi xodimlaridan iborat delegatsiya Yaponiyada bo'ldi. Maqsad Yapon milliy ta'lim-tarbiya tizimida zamonaviy yondashuvlarni o'rganish, mamlakatdagi ma'naviy ma'rifiy ishlarning tashkil qilinishini qiyosiy tahlil qilish. Safar davomida delegatsiya a'zolari Yaponiya ta'lim, madaniyat, sport, fan va texnologiyalar vazirligi, ta'lim tadqiqotlari milliy instituti, maktabgacha ta'lim tadqiqotlari markazida bo'lib, u yerdagi jarayonlar bilan yaqindan tanishdilar. Maktab ta'limiga borganimizda shaxs haqida dars bo'ldi. Uni masalan ibratli hayoti, undagi jasorat fazilatini shakllantirish 30 ga 70. Ma'ruza 30, 70% ko'proq o'sha o'quvchida gapirtirilyapti. Shu jasoratni qanday shakllanganligini o'sha odamni hayoti misolida ular muhokama qildi. Bizda ham masalan yolg'on nima, to'g'ri bo'lishlik, mana o'zbeklarga xos bo'lgan fazilatlari, masalan bizlarning ajdodlarimiz haqida ularning hayotlarini gapiramiz, tug'ilgan sanalarini so'raymiz, lekin ularning hayotlaridagi ibratli narsalarni ko'proq biz ham bolalarimiz o'zlarining muhokamasida ularning qalbiga singdirishimiz kerakligini biz angladikda. Bilamizki, Yaponiya bugungi kunda yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning kamligi va insonlarning hayot farovonligining yuqoriligi bilan dunyoda yetakchi. Shu nuqtai nazardan Yapon tarbiya metodini o'rgansak, Yapon axloqiy tarbiyasi 4 qismdan iborat bo'lib, ular orqali bolada 22 ta fazilat shakllanadi. Xususan, o'zlikni anglash orqali mustaqil fikrlash, o'z-o'zini boshqarish, erkinlik va mas'uliyat, intilish, shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish, umid va jasorat, o'zini yengish va kuchli iroda, haqiqatni izlash, ijodkorlik xususiyati shakllanadi. Boshqa odamlar bilan munosabatlar qismi orqali mehribonlik, minnatdorlik, odob, do'stlik, o'zaro ishonch va tushunish, bag'rikenglik fazilatlari qaror topadi. Jamoa va jamiyat bilan munosabatlar orqali qonunga rioya qilish, ijtimoiy axloq, adolat, tenglik, ijtimoiy adolat, ijtimoiy faollik, jamoa ruhi, mehnatsevarlik, muhabbatli oila, oilaviy hayotning baxti, maktab hayoti, jamoa hayotining yaxshilanishi, an'ana va madaniyatni hurmat qilish, mahalliy hududni sevish, milliy an'ana va madaniyatni hurmat qilish, mamlakatni sevish, xalqaro tushunish va xalqaro hissa qo'shish singari jihatlar shakllanadi. Hayot mazmuni, tabiat va oliy qadriyatlarga munosabat orqali hayotning muqaddasligi, tabiatni himoya qilish, yaxshi yashash quvonchi, shukronalik kabi fazilatlar qaror topadi. Delegatsiya a'zolari yana bir jihatni e'tirof etdilar. Yapon bog'chalarida ta'lim berilmaydi, faqatgina tarbiyaga e'tibor qaratiladi. Bolani kichik yoshdan o'qish bilan bog'liq yuklamalar bilan qiynashmaydi. Yapon mutafakkirlari bolalarga ular bosib o'tgan ibratli hayot yo'li orqali tanishtiriladi. Yapon maktablarida mana shu 22 ta fazilat maqsadli, natijali tarbiyalanadi va maktabni bitirgandan keyin bu bitiruvchilarni tarbiyalashda davom etish shart emas ekan. Balog'at yoshiga yetgandan keyin, pasportni qo'liga olgandan keyin tarbiya
o'zini tarbiyalash bilan davom etadi. Biz ham mana shu yapon qadriyatlari asosida emas, o'zbek qadriyatlari asosida maktabni bitiruvchi yigit qizlarimizni o'zimizga kerak bo'lgan O'zbekistonimizni yuksaltirish uchun, o'sha yigit qizni shaxsini rivojlantirish uchun, o'sha yigit qizni baxtli qilish uchun kerak bo'lgan fazilatlar turkumini belgilab, ana shuni bog'chaga, maktabga joriy qilsak va bog'chaning birinchi kunidan boshlab maktabni bitiruv qo'ng'irog'igacha izchil, bosqichma-bosqich dinamik ravishda tarbiyalab borsak, ularni kompetensiyalarga aylantirsak, biz 18 yoshga kirgan yigit qizimizning kelajagidan xavotir qilmasak ham bo'ladi. Delegatsiya a'zolari shuningdek Yaponiyadagi mahalliy boshqaruv organlarining aholi va yoshlar bilan ishlash tajribasi bilan tanishishdi. Jarayonlarda asosan internet va ijtimoiy tarmoqlarning yapon yoshlari ongi va dunyoqarashiga ta'siri, sun'iy intellektni ta'lim va tarbiya jarayonlariga integratsiya qilish, yapon san'ati, adabiyoti va madaniyatini yoshlar o'rtasida targ'ib qilish ishlariga e'tibor qaratildi. Tajriba almashish davomida O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari Tokio prefekturasi Suginami tumani Momiyo 2-sonli boshlang'ich maktabida bo'ldilar va axloqiy tarbiya darsini bevosita kuzatdilar. Yapon pedagoglari bizga shu bir hikmatni tushuntirishdi. Ular aytishdiki, Yapon yelpig'ichining mana tepadagi qirralari, bular fanlar, ta'limda o'rganiladigan fanlar, fizika, biologiya, ona tili, lekin bularni hammasini birlashtiradigan narsa tarbiya dedi. Tarbiya qani desak, ular bizga mana buni ko'rsatishdi. Agar tarbiya bo'lmasa, bu bilimlar foyda bermaydi. Egasiga ham, xalqiga ham, davlatiga ham, vataniga ham. Va tarbiya mana shu mix sifatida hammasini birlashtirib turadi. Shuningdek, ular Tsukuba universiteti professori Tanakananing axloqiy tarbiya mavzusidagi ma'ruzasini tingladilar. Talabalar bilan qizg'in kechgan savol-javoblarga guvoh bo'ldilar. Bir so'z bilan aytganda, bir necha kunlik ilmiy safar davomida Yaponiyaning yoshlar tarbiyasi borasidagi davlat siyosati, huquqiy me'yoriy baza va g'oyaviy asoslar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, boy milliy tarbiya tajribasi orqali qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyatga qarshi kurashish, milliy qadriyatlarni e'zozlash va targ'ib qilish, Yaponiyada oila tarbiyasi, oila va ta'lim muassasalarining yoshlar tarbiyasi bo'yicha hamkorlik mexanizmlari qiyosiy jihatdan o'rganildi.